Qaysi biri yutib chiqadi bolalar? 1 millionta Mbappe jonmi yoki toshbaqalar? Kommentda kutaman bolalar. O'tgan safargi videomiz nerealniy bo'lib ketdi. Prosta bomba. Messi bilan Ronaldoni urishtira olmadim. Nimaga desanglar? Ronaldoni personaj yo'q ekan, shuni hisobiga urishtira olmadim. Lekin Messini topdim. Messini kim bilan urishtirishimizni kommentda kutaman bolalar. Wow, boshlandi bizda fight. Yo'q, yotib olib uchyapti. Mbappe jonlar. Lekin atak 1 millionta. O'zingizlar ko'ringlar, 1 millionta. Ozgina tezlashtirib yuboramiz. Bo'lmasam bo'lmaydi. Yo'q, ma'lum qarang, men buni kelib turib, shunday tarqab beryapti-yu. Jijimi deyman-da. Toshbaqalar o'lib ketadi, hozir ko'rasizlar. Toshbaqalar easy o'lib ketadi. Yo'q. Shu tezlashtirib yubordim, bori ko'rmay qoldim nima bo'lganini hozir. Wow. VTF. Jiji bolalar, Mbappe futbolistlar yutqizdi. Toshbaqalar oldinda.